Assalomu alaykum. Men ismim Abdulhodiy. Hozirgi kunda gilam sohasida ustaman. Bu gilam to'qish kasb hunari oilaviy ishimiz. Yillar davomida shu kasb hunar bilan shug'ullanyapmiz. Men o'zim yoshlikdan 6 yosh, 7 yoshda edim shu gilamni o'rganib, hozirgacha shu gilam bilan shug'ullanyapman. Hozir gilam to'qish sohasida faqat ancha yillardan men o'zim yoshlikdan shu bilan shug'ullanyapman. Bizlar faqat gilam to'qishda ranglarimiz, bo'yoqlarimiz tabiiy ranglardan ishlatilgan. Misol uchun ro'yan degan o'simliklar, anor po'stlog'i, yang'oq po'stlog'i, indigo degan o'simliklar, bular hamma bizlar faqat ishlayotgan tabiiy ranglarimiz. Bular ishlatilgandan keyin gilamga ranglar so'lmaydi, bir holatga turadi. Faqat bizlarning to'qiyotgan gilamlarimiz hozirda kunda ipak gilami bor, jun gilami bor. Ipak gilamlarimiz vaqtlar ko'proq sarflanadi, chunki bu ipak o'zi nechka bo'lgandan keyin vaqt ko'p sarflanadi. Men dars davomida hali asbob uskunalar bir gilam to'qishga nimalar kerak bo'ladi, men sizlarga tanishtirib chiqaman. Birinchi unga kerakli narsa dasko yo stanok, mana shu turba kerak bo'ladi. Oldinlar buni yog'ochdan tuzatgan. Hozir bizlar buni yog'ochdan qilsak ham bo'ladi. Chunki hozir mana shu temir juda baquvvat keladi. Shu uchun bundan temirni tanlagan bizlar. Birinchi dasko, ikkinchi ipak asnovasi, mana bular kerak bo'ladi. Keyin uni qaptalida bizlar mana changak deymiz bu narsa, ipni olish uchun. Undan keyin qaychi, maxsus o'zining qirqish uchun qaychilari bo'ladi. Shona yo taroq deyiladi bu narsa. Bularni faqat asosan kerakli narsa ana shular bir gilam to'qish sohasida. Kerakli uskunalar mana changak deyiladi. Changak mana hozir men sizga bitta ko'rsataman-ki, changak degan nima vazifani bajaradi. Ipni olib, uni tugun qilib, uchi bilan uni qirqish kerak. Qirqadi bu. Qirqqandan keyin buni vazifasi bu ana shu narsa. Lekin mana bu taroq deydi. Taroq bu shu bir qatorimiz tugagandan keyin arg'och degan ipni o'tkazib o'rtadan keyin buni pressiyo shundoqa mustahkamroq qilamiz. Bu taroq shu vazifani bajaradi. Keyin qaychimiz bu. Bu oddiy qaychi emas bu. Bu juda farqli boshqa qaychilardan ko'ra. Chunki ikki qo'l bir zamonda ishlashi kerak. Shu uchun buni bizlar o'zlarimiz maxsus shuni gilam uchun tuzatyapmiz. Mana qirqish nimasidan jarayonni men ko'rsataman, qanday qirqiladi. Shundoqa tekst qilib, bular hammasi faqat shu qaychi bilan tekslanadi. Gilamimizning asosiy boshlanishi mana shu asnova yoki mana shipdan iborat. Bu asosan to'qilish ip bilan asnovasi yoki shuni asosiy ipagi farq qiladi. Farqi bundaki, mana bular hammasi rangga bo'yalgan. Masalan, yang'oq rangidan, po'stlog'idan, ro'yan ildizdan, indigo va anor po'stloqlaridan ishlatamiz bular hammasini. Bular bo'yagandan keyin ranglar o'zgarmaydi, bir holatda turadi. Chunki bular hammasi tabiiy ranglardan bo'yalgan ipaklar bo'ladi. Yana bitta narsani eslatmoqchi edim, agar bizlar tabiiy ranglar ishlatmoqchi bo'lsak, bitta qozondan bir xil rang chiqadi. Ammo ikkinchi marta shu rangni bizlar tuzatmoqchi bo'lsak yo shuni ranglarni chiqarmoqchi bo'lsak, bu mumkin emas. Chunki ikkovsi bir-biriga o'xshamaydi. Shuning uchun tabiiy rangni boshqa ranglardan farqi shunda. Tabiiy rang bitta qozonda bir rang qaynashi kerak. Yana shuni o'xshatmoqchi bo'lsak, u o'xshamaydi. Keyin gilam sohasida, to'qish sohasida aytmoqchi bo'lsak, agar biron xato qilib qo'ysak, naqshida yo biron joyda uni 1 sm yo 1,5 sm bo'lishi mumkin, bilib qolsak ki xato bo'lgan, izga qaytish mumkin 1 sm bo'lsa, undan ko'proq qolmoqchi bo'lsa, uni izga qaytib uni tuzatish juda mushaqqat, uni tuzatib bo'lmaydi. Shuning uchun ishimizga juda ham diqqat bilan, e'tibor bilan ishimizni oldinga olib boramiz. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Ko'rishguncha xayr.